Yashil energiya o'zini oqlayaptimi? Kecha qanday xatolarga yo'l qo'ydik, bugun qanday yutuqlarga egamiz va kelajakda nimalarga tayyor turishimiz kerak? Yutuqlarimizni xohlagancha maqtashimiz mumkin, lekin biz qilayotgan xatolar va bizni nima kutayotgani haqida alohida tahlil qilishimiz zarur. Hozirgi paytda quyosh energetikasi bo'yicha yoki yashil energiya bo'yicha kimdir o'zini oqlaydi deydi, kimdir hali vaqtli deydi, bitta odamlar faqat biznes hech qanday oqlamaydi degan fikrda. Bugun biz shunchaki hissiyotlarga yoki reklamaga bog'langan holatda emas, aniq raqamlar, faktlar nuqtai nazaridan buni tahlil qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum do'stlar, men Zoir Kenjayev, PhD dotsent. Bugun biz podkastdamiz va podkastda Powersun asoschisi Sherzod aka bilan birgalikda quyosh energetikasi bozorini tahlil qilamiz va 2025-yilga qaysidir ma'noda xulosa qilamiz va 2026-yilga tayyorgarlik mavzusida gaplashamiz. Sherzod aka, charchamayapsizmi? Xush Assalomu kelibsiz. alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Sherzod aka, shu o'rinda biz tezda maqsadga o'tsak. Aha. Quyosh energetikasi, yashil energetika respublikamizda rivojlanyapti. Yildan yilga rivojlanish bo'lyapti. Hozirda biz 5 gigavatga yaqin quyosh fotoelektrik stansiya, shamol elektrostansiyalarini o'rnatdik va energiya generatsiyalarimiz ham anchagina oshdi va 20% dan oshdi deb Energetika vazirligi o'zi hisobot beryapti va aholiga o'sha subsidiya, ya'ni elektr energiyani sotganidan to'langan mablag' ham adashmasam 153 milliard so'mdan oshib ketgan. Bu yaxshi albatta. Lekin biz faqat maqtanishdan emas, keling aniqroq tahlil qilishga o'taylik. Siz Powersun kompaniyasi 2025-yilda ancha shovqin soldi. Ko'p ishlarni qildi va qilib kelyapti. Bu Powersun kompaniyasining maqsadi nima? Va siz bozorga nima yechimlarni taqdim eta olyapsiz? Albatta bu bizani birinchi o'rinda sevimli ishimiz. O'zimiz yaxshi ko'rib ishlaydigan ishimiz. Har bitta odam o'zini ishini yaxshi ko'rib ishlasa, rivojlanish bo'ladi. Kechasi ham uxlamasdan ishlaydi. Shunaqa, kechasi ham shu o'qib chiqamiz, ko'rib chiqamiz, soat 3 gacha kerak bo'lsa, ko'ramiz, o'qiymiz, qiziqamiz, sevamiz. Maqsadimiz shuki, bu birinchi o'rinda o'zimizni sevimli ishimiz, ikkinchi o'rinda davlat dasturi bo'lib turibdi. O'zingiz bilasiz, bizga tadbirkorlarga yaxshi qulayliklar bo'ldi. Keyin nima, yashil energiya, ya'ni o'zimizni atrof muhitga foydamiz tegib turibdi. Faqatgina o'zimiz emas, faqatgina davlat dasturi emas, balki yana shu birinchi o'rinda hozir yashil energiya bu atrof muhitga foydasi, katta foydasi bor. Albatta foyda ko'rish ham bor. O'zingizda usiz bo'lmaydi, albatta manfaatsiz harakat bo'lmaydi. To'g'ri. Powersun kompaniyasi aynan 2025-yilda qanday yechimlarni taqdim etdi bozorga? Powersun endi birinchi o'rinda biz hozir distributorствоda yaxshimiz. Distributorство, ya'ni bu Jinko panellari, Longi panellari, Auxol hamma biladigan tarixi bor Aux konditsionerlarini shu biza eksklyuziv distributorimiz invertorlari bo'yicha. Auxol Craft invertorlari. Auxol Craft invertorlari ayni bizlar o'sha eksklyuziv distributorство yaxshigina shartnoma qilganmiz. Uzoq yil davomida kafolat olganmiz. 10 yil kafolat biladi hamma. Shunga bizga ishlab chiqaruvchi turib beryapti. Har yili 5, 6, 7 marta odam jo'natiladi, zavoddan o'rganiladi, biz boramiz. Shuni ustida ishlab, shu distributorство birinchi o'rinda shu diler bo'lib, mahsulotni originalini, sifatlisini olib kelib ishlab turibmiz. Solis kompaniyasini gibridlarini ham yaxshi dilerligini olib, yaxshi sotib ishlatib turibmiz. Qulayliklar bor, zavod tomonidan podдержка bor. Demak, Jinko bilan Longi panellarini rasmiy distributorisiz. Auxol Craft on-grid invertorlari, Craft gibrid va Solis gibrid invertorlarini rasmiy distributor va dilersiz, to'g'rimi? Shunaqa. Bu quyosh energetikasi liniyasida. Endi hozirgi paytda odamlarga energiya saqlash, zero karbon tizimlari ham qiziq. Bu bo'yicha siz, men bilaman, Powersun yechimlar taqdim etyapti. Albatta, o'zimizda birinchi ishlatib hozir biz video oxirida bunga batafsil qaytamiz. Hozir siz qisqacha odamlarga qiziq bo'lishi nima yechim berayotganingizni aytib keting. Video oxirida albatta shu bilan yakunlaymiz. Zero karbon degani nima? Hamma bilmasa kerak. Ya'ni atrof muhitga hech qanaqa CO2 загрязнение chiqarmasdan issiqlik, отопление, elektr toki hammasi mustaqil. Mana shuni biz o'zimizda ishlatdik.
gaz ham olmasdan, tok ham olmasdan davlatdan ofisimizda ishlatdik. Hozir uyimizga men o'zim uyimga qo'yib qo'yganman. Yomon narsa emas, juda foydali. Blackout bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bu любой paytda yordam beradi. Ishlab chiqarish bo'lsin, xonadon bo'lsin, sovib ketmaydi. Mustaqil bo'lasiz va hech qanaqa o'sha dizel generatorlarni ishlatmasdan, atrof muhitga zarar yetkazmasdan akkumulyator, quyosh panel, yashil energiyani ishlatamiz. Demak, sizda ESS energiya saqlash tizimlari bo'yicha yechim bor, har xil kilovatlar uchun. Kichkina xonadondan boshlab to ishlab chiqarish zonasigacha. Va zero karbon uyni xohlaydiganlar, ya'ni atrof muhitga ekologik toza uy xohlaydiganlar uchun komplekt yechim bor. Xo'p, siz faqat elektr energiya bilan masalani hal qilib bo'lmaydi. Qishda uyni qizdirish ham kerak. Bunga yechimingiz nima? Ana o'sha teplovoy nasos yordamga keladi. Teplovoy nasos, issiqlik nasosi bu o'sha atrof muhitda havodagi bor energiyani, past potensial energiyani biz issiqlikka aylantiramiz. Elektr toki yordamida albatta. Elektr tokini tejaydi. Bu to'g'ridan to'g'ri elektr toki qanaqadir ten qizdirish yordamida yoki gaz yoki o'tin ishlatmaydi. Faqat yana o'sha kompressor motor deymiz ishlaydi. Ichidagi pompasi suv haydaydigan narsasi bor. O'sha narsalarga invertorni bo'ladi hammasi. Ular ham energiya tejovchi bo'ladi va o'sha havodan energiya olish hisobiga ataplение, issiq suv ta'minlasak bo'ladi. Elektr kotyolga konkurent sifatida o'rnak sifatida olib kelyapsiz, o'rnini bosadi deb. Albatta. Shunday ham. Gaz kotyolga hali bahslashishiga vaqt bor, lekin elektr kotyoldan 3-4 barobar tejamkor hisoblanadi. Gazni aytadigan bo'lsak, to'g'ri, gaz ham pul, elektr tok ham davlatdan olsangiz pul. O'sha uchun gaz bilan hozircha o'rnini bosib ketadi deb aytmaymiz, bu noto'g'ri bo'ladi, lekin agarda quyosh panel qo'yadigan bo'lsak, unda gazingizni ishlatmasangiz ham bo'ladi. Quyosh panelingiz ko'p bo'lsa. Xo'p, kirish qismini gaplashib oldik. Menimcha ozroq kirishdik. Do'stlar, shu o'rinda sizni o'zingizga bitta savol. Yashil energetika o'zini oqlayaptimi? O'zbekiston to'g'ri yo'ldami? Va bu qachongacha bizga foyda olib keladi yoki bo'lmasa bu doimiy ketadi va biz hech qachon o'zimizni oqlay olmaymizmi? Albatta o'z fikringizni yozib qoldiring. Va yana bitta narsa, hozirda issiqlik nasoslari haqida gap ketyapti. Biz video oxirida albatta gaplashamiz. Hozirning o'zida siz o'z fikringizni yozing. Issiqlik nasoslari bu rostdan ham foyda keltiradimi yoki shunchaki biznes marketingimi? Ichkariga o'tadigan bo'lsak, Sherz aka, O'zbekiston 2023-yilda quyosh energetikasini boshladi. Boshlaganda, ya'ni qaror chiqdida keng masshtabda boshlandi. Lekin aslida 2000-yillar boshida ham, to 90-yillarda ham quyosh panellar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ketib turgan. O'sha 2000-yillar boshlarida BMTning o'zida proyekt qilib, quyosh panellari o'rnatildi. Keyin 12-yillarda yana bu avjiga chiqdi va rivojlanib keldi. 2023-yildan qaror chiqib, massiviy tarzda buni foydalanishga o'tildi. Shu o'rinda biz mavzuyimiz ham kecha, bugun va erta. Bizda quyosh energetikasi boshlangan paytda eng ko'p to'siq nimada bo'ldi va hozir ularning qaysidir qismi yechildimi? Endi yechilib kelmoqda, hammasi bittada tez bo'ladigan jarayon emas deb o'ylayman, chunki global hamma joyga o'rnatish boshlandi. Bittada subsidiya bor, davlat tomonidan o'shaninga bir tezlashib ketdi hamma jarayon. 23-yilda bilasiz. Bu qanaqadir joylarda hali tayyormas joylar, transformatorlar tayyormas, eski liniyalar tayyormas bo'ldi. Tarmoqda o'sha kuchlanish muammosi bor, haligacha bor. Ko'p joylarda endi baribir to'g'irlanib kelyapti. Ancha yaxshi. Boshqa nisbatan boshqa davlatlarga qaraganda, yonimizda qo'shni davlatlarda, misol, undan ham ko'proq muammolar bor ekan. Tojikistonda biz mahsulot berib turibmiz, ular ham qiziqib turibdi. Tarmoqda kuchlanish eski liniya bo'lsa, biz o'sha ortiqcha energiyani orqaga uzatishda muammo bo'ldi. Hozirgacha ham bor. Ya'ni o'sha eski liniyalarni yengillatish kerak. To'g'ri transformatorlar taqsimlash kerakmi? Oxirida, ko'chani oxirida misol kuchlanish juda past, ko'chani boshida kuchlanish juda baland. Ana keyin o'sha joyda biz qo'yib turgan invertorlarimiz, fotoelektrik stansiyamiz ishlashiga to'siqligi bor. Qiynalyapmiz. Bozor boshlanayotgan paytda, mana o'sha quyosh energetikasi boshlanayotgan paytda bozor qanday shakllandi? Bu tarmoq muammosi masalalarni aytayapman. Bozor shakllanishi qanday bo'ldi? Bozor shakllanishi, mahsulotimiz xudoga shukr bizga yaxshi kirib kelib turibdi. Muammosi yo'q. Ya'ni
shu logistika deydi, rastarmoshka deydi, hammasi endi u qiyinchiliklari bo'ladi o'ziga yarasha, usiz bo'lmaydi. Lekin umuman olganda yomon emas, hammasi vaqtida. Sertifikatimiz ozgina qiynaladi, mana shu to'siq bizlar uchun. Sertifikat Panelni tekshirish sertifikati. Shunaqa oldin 23-24 yo'q edi, keyin mana 25dan boshlab sertifikat bo'ldi, panellarga ham. Yanada ozgina shu ishni to'xtatadi. Biz sertifikatimiz chiqmaguncha sota olmaymiz mahsulotni, faktura bera olmaymiz, dokument bera olmaymiz. Mana shu sertifikatni agarda qanaqadir bir yengillashtirish yo'li bo'lsa, juda yaxshi bo'lardi. Tadbirkorlarga ham ish to'xtamasdi, tezroq bo'lardi. Shu qiyinchiligimiz bor sertifikat bilan. O'rnatish masalasi. 2023, 2024, 2025 10 ballik shkalada odamlarni o'sha o'rnatishga bo'lgan kadrlarning yetarliligi, bilim daraja qanday baholay olasiz? 23, 24, 25. 23dan bir desak bo'ladi. 23da juda ham yangilik bo'ldi. Hech kim hali yaxshi tushunmasdi. Tushunadigan odamlarni sanoqli, barmoqda sanasa bo'ladigan mutaxassislarni bilardim. Ular ham 100% tushunmasdi, qanaqa ishlaydi, qanaqa orqaga sotadi elektr tokini, gibrid qanaqa ishlaydi. Haligacha gibridda muammo bor. Agarda 10 ballish shkalasiz aytganday bo'lsa, to'g'ri bir deb aytamiz bu 23-yilni. 24da biza yomon emas 4-5 desak bo'ladi o'sha. 25da yanada odamlar tushunib qoldi. Oddiy aholi ham hozir gibrid qanaqa, ungrid qanaqa, oddiy aholi ustamiz. Panellarni qanaqasini tanlash kerakligini ancha bilib qoldi. O'ziga o'rnatyapti odamlar hozir. Ha, o'sha tushungani bizga yaxshi. Chunki biz to'g'ri mahsulot olib kelsak, odamlar, biladigan odamlar to'g'ri tanlov qilib yaxshi mahsulot oladi. Bizga yaxshi. Albatta, xalqning fikrlash tizimi ham o'zgardi. 2023-yildagi 24-25-yilda yildan yilga yaxshilandi. Bizda bitta narsa bor, yangilikdan qo'rqamiz. Yangilikni qabul qilish qiyin bo'ladi va u yangilikni qanday taqdim etilishi masalasi ham muhim. U yerda endi ayrim joylarda o'sha o'z energiyangni yashin energiya bilan qoplaysan degan ma'noda o'rnatishga da'vat qilishlar ham bo'ldi. Bu xalqda minus fikrni olib keldi. Va o'sha paytda ish boshlanganida, masalan 2023-yilda biz ham shu sohada yurgan odam bo'lganimiz bilan kelgan narsalar yangilik bo'lgan bizga. Oldin bitta ikkita invertorlar bilardik, bitta ikkita panel bilardik. Birdan yangi invertorlar kirib keldi, birdan yangi panellar kirib keldi. Oldin ikkita, uchta panel ustanovchi qilib yurilgan bo'lsa, birdaniga katta ob'yomga o'tib ketib olindi. Birdan bu yerda bozor tayyor emas edi. Bozor tayyor emas edi. Bularni keng shuncha katta masshtabni butun O'zbekiston bo'ylab tarqatish va uni to'g'ri o'rnatish uchun. Va shuning uchun ham 2023-yilda erkin qo'yib berildi hammaga. Keling, o'rnatinglar. Xato kamchiliklar bo'lsa, keyin to'g'rilaymiz. Bu har qanday sohani rivojlanishida bo'ladigan narsa. Ya'ni boshida o'sha nima deydi? Yosh bolalarni yiqilib yurishni o'rganadi-ku. Shunday. Shunaqa bo'ldi. Ketdi va mana keyin shu liniyada biz videolar qildik. Hamma ko'pchilik video qildi, tushuntirib. Hozirda ancha saviya shakllandi. O'sha 2025-yilning o'zida yil boshidan hozirgacha qaraydigan bo'lsak, hozirning o'zida ham odamlar уже ancha shakllandi. Yangi invertorlar tushunyapti, nima ekan tushunyapti, qanday ustanov qilish va o'rnatib foyda ko'rish mexanizmiga o'tganidan keyin bu yoq qizib ketdi. Jismoniy shaxslar o'rnatib 1000 so'mdan subsidiya olyapti. Yuridik shaxslar o'zini energiya ehtiyojini qoplab qolganini sotyapti. Bu albatta yaxshi. Va bu liniyani davom etishi. Oldin quyosh panel bilan o'zi bo'ladigan bo'lsa, quyosh panellar on-grid tizimida oddiy. Hozir on-grid tizim, gibrid tizimlarga o'tib ketildi va bozor shakllanyapti. Sizda hozirda statistika bormi? 1 yil davomida qancha ob'yomda O'zbekistonga mahsulot yetkazib bera oldingiz? Statistika bo'yicha keladigan bo'lsak, statistika Auxol Craft invertorlarimizni, hamma biladigan invertorlarimizni 68 megawatt biza bemalol mana hozir sotibmiz. Ya'ni shu hammasi bizda ishlab turibdi O'zbekistonda. Hamma joyida. Hammasi joyida. Jinko panellarga keladigan bo'lsak, Jinko panellaridan 86 megawatt, Lonje panel 25-yilga statistika bu.
Lonji panellarda 12 megavat, umumiy yana boshqa panellar ham sotilgan va umumiy bizada 130 megavat banda statistika mana ko'rsatyapti. 130 megavat quyosh panel. Ha, shunday realizatsiya bo'lgan va o'sha hammasi joyida ishlab turibdi. Garantiyalari bo'yicha hammasi javob beriladi. Tak, teplovoy nasoska keladigan bo'lsak, 6 va 6 megavat. Yaxshi, bu ham ko'p hali, lekin Hozir yangi shuni o'zida 606 megavat sotgansiz. sotib hali hammasini ulgurmadik, omborxonada bor. Shuncha mahsulot kirgizganmiz ekan. 25 ta Xorazm viloyatiga 505 megavat kirgizibmiz. Ikkita bu yoqda Xorazmda, Toshkentda, ikkita omborxonamizda yukimiz bor. Litiyda 8 megavat. Lition akkumulyatorlarini Litiy, железо, fosfat bizadagi o'sha hamma biladigan akkumulyatorlardan 8-25-yilning o'zida. Bu ancha katta ko'rsatkich, Sherzod aka. Hozir siz butun O'zbekiston bo'lib yetkazib beryapsiz. Shunday. Importyormiz, birinchi mahsulot shu yetkazish bilan shug'ullanamiz, birinchi qo'l dilermiz. Sotish va o'rnatib berish ham bor sizda. Sotib va o'rnatib berish ham bor. Chunki mutaxassislar yaxshi tushunmaydiganlar bizani hozir yangi kelib turgan mahsulotlarni baribir biz o'zimiz o'rnatib berganimiz yaxshi. Bizdan zavoddan odamlar keladi, yordam beradi, bizga qaytaga osonroq bo'lib ketadi. Tezlashib ketadi. Sotdim yog'i bilan o'zing shug'ullan degan yaxshi emas. Yo'q, shunaqa. Bilishim bo'yicha qo'shni davlatlarga ham mahsulot chiqaryapsiz. Qo'shni davlatlarda Tojikiston, ularda elektr tarmog'ida uzilish bo'lgani uchun ular ko'proq gibrid va akkumulyator litiy, o'sha bizani litiylarni oladilar. Yaxshi ko'radilar. Yaqinda o'zimiz ham Powersonni u yoqdan ochamiz, xudo xolasa. Tojikistonda nima ochmoqchisiz? Qulaylik bo'lish uchun tojikistonlik bizani xaridorlarimiz bor. O'zi doimiy kelib ishlaydigan, tez ishlaydigan, ularga qulaylik bo'lishi uchun bu yoqdan o'zidan sharoit qilib bermoqchimiz. Tojikistondan tashqari Qirg'izistonda ham bor ofisimiz. Qirg'izistonda megavat hozir katta loyiha bor. 250 megavat qurilishi kerak. Bu investori xitoylik bo'ladi. Xitoylik bilan sekin bo'layapti, lekin bu qoldi, yarmidan ko'pi bo'ldi. Ya'ni o'sha dokumentatsiyasi boshqa Qirg'izistondan, lokatsiya Qirg'izistondan bor. O'sha gap, O'zbekiston birinchi bo'lib qo'rqmasdan yashaydiga kirdi. O'zini isbotladi va hozir butun O'rta Osiyo davlatlariga lokomotiv vazifasini bajarib beryapti. O'rnak bo'lib, shunaqa. Va siz ham shu o'rinda ishlayapsiz. Shu bilan ham O'zbekistonga yechim beryapsiz, ham Tojikiston, Qirg'izistonga shu liniyada yechimlarni taqdim etyapsiz. Xuddi shunday. Bu juda ham yaxshi. Qo'shni davlatlar bilan ham hamkorlikda ishlashimiz kerak. Va mana o'sha bizda ham o'quv markazi bor-ku, quyosh panellari o'rnatish bo'yicha malaka oshirish kursi bemalol kelsanglar bo'ladi. O'sha yerga ham nafaqat O'zbekistondan, o'sha qo'shni davlatlardan, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelishadi. Ayniqsa Tojikistondan juda ko'p keladi. Qiziqib kelishadi, qo'limizdan kelgancha o'rgatamiz. Xo'p, endi bu statistikalar yaxshi. Sizlar tinglovchilar yozib qoldiring, siz Powershandan mahsulot olganmisiz va nima olgansiz? Va olganingizda narxini yaxshi qilib berishganmi, o'rnatishda sifatli o'rnatishganmi? Albatta bu biz uchun qiziq, albatta. Muammo bo'lsa, xafa bo'lmaysiz, o'zingizga aytamiz. Ochiq, bemalol. Xo'p, distributsiya masalasi. Bozorda hamma panel sotadi, hamma inverter sotadi. Sizga nima kerak? O'sha ikkita Jinko va Lonji panelni rasmiy distributsiyasini olish, Auxol inverterning rasmiy distributsiyasini olish, shunchaki olib berib sotaversangiz bo'lmaydimi yoki sizni ulardan nima ustunligingiz borki, odamlar sizni tanlashi kerak yoki tanlashyapti? Endi yaxshi mahsulotni olaman degan odam birinchi o'rinda dilerdan oladi. Katta kollektivda oladigan ham ko'proq olaman desa, diler kim deydi? Dilerdan olsagina mahsulotni ertaga garantiyasiga turib beradigan uni ishlab chiqaruvchisi bor. Albatta dilerdan olgan qog'ozlarni ko'rsatsa, o'sha narsa bizlar shu narsaga o'ndadiki, to'g'ri ishlasak, yaxshi ob'yom qilsak, bizga dilerstvo bersa, distributorstvo bersa, o'sha Jinko, Lonji hamma yaxshi ko'radigan panel, shu mahsulotni to'g'ri, sifatli, garantiyalarni yozib berib sotsak bo'ladi ekan degan fikr bo'lgan oldindan va o'shanga harakat qilganmiz. Ya'ni katta megavat o'rnatadiganlar qo'rqmasdan katta ob'yom sizga chiqishi mumkin. Qolgan o'rtadagi olib sotadiganlardan ko'ra sizda birinchi qo'l va rasmiy distributsiya bor, kafolati bor. Shuni xohlayapsiz. Lekin har bir joyini aytib o'tamiz, ishlab
o'z ishlab chiqarishi bor katta korxonalar o'ziga quyosh paneli qo'yaman deb Xitoyni o'zidan olib kelyapti. Bu xato, chunki u yoqdan zavoddan olib qo'ymayapti-da, ya'ni treyderdan olyapti. Treyder degani o'sha zavoddan olib sotadigan bo'lishi mumkin, ichki bozorda o'tirgan bir sotuvchi bo'lishi mumkin, original emasligini bilmasligi mumkin. Shuni olib kelib qo'yib, ozgina noto'g'ri qilib qo'yapti. Birinchidan narxini solishtirganda qarasa, O'zbekistonda narxi arzon ham chiqyapti. Ikkinchidan uni dokumentatsiyasi, sertifikati ko'p bizada bo'lib turibdiki, o'zlari keyin bekor olib kelibman ekan. Boshidan bilganda sizni olardim. Bilmaganmiz biza diler borligini. Haqiqiy mana shunaqa panelni deb haligacha, lekin yaqingacha men eshitdim shunaqa noto'g'ri ish qilib yurgan odamlar. Endi tanlov har kim o'zida, lekin oldin shunday bo'ldi-da, bozor shakllanishida hamma yer har xil bo'lib ketdi. Shu to'xta o'rtadagilardan ko'ra o'zim olib kelganim ishonchliroq degan Fikr tushuncha hosil shakllandi. hozirgacha borda o'sha noto'g'ri bo'libdi. Hozirgacha odamlarda shunaqa tushuncha bor. Men baribir Xitoy bilan ishlayman. Xitoyda tanishim bor, menga panel jo'natyapti deydi. Qarayapman, u panel birinchidan 550 watt o'sha bizada aktual bo'lmagan eski panel, birinchidan, ikkinchidan u panelni qayerdan olganini bilmaydi, qanaqa garantiya bo'ladi. Garantiyasi o'sha olib jo'natayotgan xitoylik. O'zini tanishi qanaqadir. Bu yoqqa keldi, o'sha kafolat bu yoqda qoladi. Va qimmat kirib keldi. Mana shu joyi noto'g'ri bu. Xo'p, bozor shakllanishida qaysi segment hozir juda aktiv va siz qaysi segment bilan ko'proq ishlaysiz? Segment deganda bu o'rta segmentimiz bor. Aholi o'ziga o'rnatadigani bor. B2B sektoringiz bor. B2B, bizada B2B. B2B ga asosiy urg'uni beryapsiz. Albatta, boshidan B2B bo'lgan o'zi asosiy maqsadimiz shu mahsulotni importyor bo'lgandan keyin olib kelib B2B ga tarqatamiz, sotuvchi kompaniyalar bizadan oladi, o'rnatadigan kompaniyalar o'rnatib beradi. Sklad sharoit berganmiz, kolичествоda sotamiz. Bittaga uyiga 20 kilovat o'rnatmoqchi bo'lsa, unga nima deysiz? Men siz bilan ishlamayman. Yo'q demaymiz, yo'q. Bizda komanda bor, yana yonimizda ishlaydigan bolalar o'rnatib beradi. Muammosiz 20 kilovat, 50 kilovat. B2C, B2B sektorda B2C dan bor. Birinchi o'rinda B2B, bizani xaridorlarimiz va B2C bilan ham ishlaymiz. Odamlarda fikrlar qanday? Negativ emasmi? Bu quyosh paneliga yoki ancha yaxshilanganmi? Yo'q, hozir o'zi yaxshilan. Boshida shunaqa negativ bo'ldi. Majburladi dedi, boshqa dedi, lekin hozir ko'rda ishlashinida o'zi kelib o'zi qo'ydiryapti. Xo'p. Toza miyaga gapiradigan bo'lsak, quyosh panellarini o'rnatish birinchidan o'zini oqlaydimi? Va siz taxminingiz bo'yicha jismoniy shaxsga yuridikka qancha vaqtda oqlaydi? Hisob kitoblar yurityapsizlarmi? 100 marta hisobladik, o'zingiz ham hisoblab bergansiz. Bu hozirgi tariflardan olib hisoblaydigan bo'lsak, tarifimiz endi hozir 650 so'm jismoniy uchun, adashmasam, to'g'rimi? 600 so'm. 600 so'm. Sotib olish 1000 so'm. 900 so'm, 1000 so'm bu yuridik shaxslar uchun. 3 yil uzog'i. 3 yil. Jismoniyga ham, yuridikka ham 3 yilda o'zini qoplaydi. Xo'p, gibrid tizimchi. Energiya saqlash tizimlari bilan qo'ysa, akkumulyator bilan qo'ysa. Gibrid tizim bu o'zini oqlasin, tezroq pulini chiqarsin degan maqsadda qo'yilmaydi. Birinchi o'rinda bu komfort. Ya'ni siz bitta mashinani misolda aytaman. Mashina Spark olishingiz mumkin yoki Malibu olishingiz mumkin. Nega Malibu olasiz? Chunki sizga komfort. Sizga maza qilib mashina haydab yurishga. Yoki Zikr 007. Yoki 001. Sparkdan borasiz. Boradigan joyingizga Malibudan borasiz. Komfort. Ya'ni sizni uyingizda komfort deganda nima nazarda tutiladi? Tarmoqda uzilish bo'lsa, siz uyingizda shag'am yoqib o'tirmoqchi bo'lmasangiz, siz gibrid tanlaysiz. Gibrid bu o'zini oqlaydi, uzoq muddatda oqlaydi, chunki siz akkumulyator ko'proq olishingiz mumkin. Kimdir kamroq oladi. Uni hisoblash qiyin. Kimga qanaqa nima maqsadda kerakligini hisob-kitob qilib hisoblab berishimiz mumkin. Lekin bu birinchi o'rinda o'sha komfortli uyingizda chiroq o'chgandan, yongandan bilmaysiz. Mana shu to'g'ri aytyapsiz. Shu joyda qisqacha tushuntirib ketamiz. Demak, on-grid tizim bu markaziy tarmoq o'chgan paytda o'chadi. Siz quyoshdan energiya ola olmaysiz. Shuning uchun on-grid tizimda asosiy yo'nalish bu davlat toki bor paytda ishlatib, davlatga maksimal energiya sotish. O'z ehtiyojini to'ldirib, energiyani tejab, qishki, yozgi rasxodni kamaytirish natijasida ko'proq sotish. Gibrid tizim qayerlarga qo'yiladi? Bu sizda doimiy elektr energiya bo'lib turishi kerak bo'lgan joylar. Masalan, aptekalar, kasalxonalar, operatsiya bo'ladigan joylar yoki ishlab chiqarish zavodlari o'chishi bo'lishi mumkin bo'lgan holatda
tezda qo'shib ketish uchun mana generator qo'yiladi qayerlardadir, o'shani o'rniga birga bir yechim sifatida beriladi yoki chekka hududlarimiz bor, elektrda uzilishlar ko'p bo'ladigan hududlar bor yoki markaziy tarmoq yetib bormagan hududlar bo'lishi mumkin. Ana shular uchun masalan cho'l hududlari, tog'li hududlarimiz u yerlarda gibrid tizim eng zo'r yechim Va hisoblanadi. u ham tok sotadi. Mana shu Albatta, joyni gibrid ayting, ko'p tizimda odam bilmaydi ekan, gibrid tok sotmaydi. deb gibrid invertorlar to'q sotadi. Endi 10 grid invertor to'g'ridan to'g'ri sotishga mo'ljallangan. Gibrid invertorda bu akkumulyatorni zaryadlab, to'ldirib, undan keyin shu liniyaga o'tib ketadi. O'sha yerda gibrid invertorda liniyada biz yaqinda video qildik energiya saqlash tizimlari bo'yicha. Powersan kompaniyasi hozir O'zbekistonda birinchilardan bo'lib katta quvvatli energiya saqlash tizimlarini O'zbekistonga olib kirdi. Tayyor yashiklar, unda 100 kilovatt soatlik, 215, 261 kilovatt soatlik energiya saqlash tizimlari bor. Bor. Bularning narxi ancha katta, qimmat. Shunaqa bitta Bu mashina. qayerlarga tavsiya etiladi va o'zini oqlaydimi? Va generator o'rniga yechim sifatida berish mumkinmi? Endi biz bo'lgan keysni aytaman. Bizda xaridor keldida, menda deydi ishlab chiqarish bor. Lazer bilan metalga naqsh qilar ekan, lazer bilan yana nimadirlarni qilar ekan. Bitta svet o'chib yonganda bo'layotdi ekan, programmadan chiqib ketar ekan. Oxiriga kelib qolgan paytida svet o'chib yonar ekan. Bitta o'sha list hammasi brak. Ya'ni ishlab chiqarishi bor odam, shu listni puli yoki yana bir pechene chiqaradigan odamlar bor ekan, konveyerda o'sha chiqib turar ekan, pishib o'tib ketadigan mahsuloti svet o'chib yonganda brakka chiqib ketar ekan. Shularga juda qulay. Zavodda ishlab chiqarishi bor odamda, liniyada, производствоda ishlab turgan narsa tarmoq o'chganda programmadan chiqsa, brakka chiqib ketadigan bo'lsa, shuni hisob-kitobini olish kerak. Men necha pul zarar ko'ryapman har o'chib yonganida. Generatorni bilasiz, 15 sekunddan keyin qo'shilib ketadi. Turiga qarab, o'rtacha o'zini-o'zi birinchi tarmoq o'chgandan keyin komanda boradi, keyin yonadi, ozgina progrev bo'lish kerak, motori ishlashi kerak, keyin qo'shib yuboradi. U degani uzilish degani. 10 sekund, 5 sekund uzilish bo'lsa, ishlab chiqarishida bunga o'sha yechim. Buni biz 10 millisekund, 20 millisekundda yonadigan o'sha gibrid tizimimiz bor. Sizda Solis gibrid invertorlar bilan UPS deb aytsak ham bo'ladi, UPS qilib ishlatsak ham bo'ladi buni. Endi UPS bor, onlayn degani 0 millisekund. Bizda 0 millisekund UPS bu endi juda u double versiyadagi UPSlarni o'zini ishlatiladigan joyi bor. Hamma joyda ishlatilmaydi. U kichkina bir bizani оборудование sezmaydi ham 10 millisekundni. O'chib yonganini bilmaydi ham ishlab turaveradi hamma narsa. Agarda medtexnika bo'lsa, siz aytganda чувствительный qanaqadir server priborlar bo'lsa, to'g'ri, unaqa yechim ham bor. Onlayn UPS deydi yoki onlayn invertorimiz ham bor. Onlayn invertor ham qo'yib bersak bo'ladi. Mahsulot o'sha ishlatilgan narsa o'chib sezilmasligi uchun. Mana shu narsa bizga qulaylik beradi, o'sha ishlab chiqarishimizda brakka chiqib ketmasligiga mahsulotni va o'shalarni oqlaydigan bo'lsa hisob-kitobini olib, buxgalteriya qilib, keyin kelib bizda mahsulot sotib olsa, biz o'rnatib berishimiz mumkin. Tayyor yechim. O'zini oqlaydi, ko'p yillar ishlaydi, tez buziladigan narsa emas. Kafolat qancha? Kafolati 10 yil beramiz o'sha imенно katta shkopdagilarga. Ularning sikli ko'p. 100 kilovattdan kattalarga. Sikli o'sha joyida men o'zim ham qo'shimcha qilib ketay, 8000 sikl. Men ko'rdim, o'sha o'zida ham yozilgan, pasportida, datashitda ham 8000 sikl. Men Xitoyga borib kelganda, Kanton Ferga borganimizda ko'rdim. 8000 sikl. O'zbekiston qachon borar ekan bular deb. Bundan 2 oy oldinda, shundan 2 oy oldin ko'rib kelgandik, mana O'zbekistonga keldi. Bizda O'zbekistonda hozirda dunyodagi eng oxirgi texnologiyalar kirib kelyapti. Masalan, bundan 3-4 yil oldin biz YouTube'da ko'rishimiz mumkin edi ko'p narsani. Yoki internetdan ko'rishimiz mumkin edi yoki borsak ko'rardik. Hozir o'sha kecha ko'rganingiz bugun O'zbekistonda turibdi-da. Bu ham yaxshi narsa. Siz tavakkal qilib olib keldingiz. Odamlar qiziqsa, kerak bo'lsa albatta olishadi. Bu liniya baribir ketyapti. 10 grid tizim 1000 so'mni sotib olish bu abadiy emas baribir. Va bu vaqt o'tishi bilan
cheklanadi. Balki bu 2030-yilda to'xtar, balki undan keyin to'xtar. Bu aniq emas. Bu subsidiya o'z nomi bilan. Va bu yoqda energiya saqlash tizimlari. Sababi hozirda mana yaqinda vazirning o'zi ham aytdi, gaz berish va uyni qizdirish va ovqat tayyorlash uchun gaz berilmaydi. Nima qilish kerak u holatda? Albatta elektrga Elektr. o'tiladi. Bizani qishlog'imizda ham 10 yildan oshdi elektrning yo'q ekan, gazning yo'q ekanligiga. Qancha yo'llarni kesib sotib olganmiz temirlarini. U yoqda bir qishda 8 tonna ko'mir yoqiladi. O'tin yoqiladi. Bir kelishga o'tin yoqiladi. Bu kunda kechda ko'mir yoqish kerak, qora botib o't. Mana shu holatlarda nasos qo'yib berish kerak. shu holatlarda yechim energiya saqlash tizimi va issiqlik nasosi sizga bu yoqqa qo'yib berishimiz kerak. komplekt. Yo'q, bu men misolimda aytyapman. Bunday hududlar kam emas va kelajak baribir shu liniyaga o'tadi, energiya saqlash tizimiga. Va o'sha sizdagi ESS shkaflarda ulab ko'rsatdik. Bizni kanalimizda turibdi video, ko'rsanglar bo'ladi. Invertorni tashqarida qo'yib ham ishlatilyapti va ichkarida ham invertorga joy qo'yib ketilgan. Ya'ni komplekt holatda agar xohlashsa invertor bilan birga komplekt holatda ham qilinishi mumkin. Shunaqa. Va Quyosh panel ulanmaydigan invertor bo'ladi ichida. Toza UPS bo'lib tashqarida ishlaydi. quyosh panel bilan. Ya'ni ikki xil maqsad qilishingiz mumkin. Birinchisi quyosh panelini o'rnatib, quyosh paneldan energiya olib ham foydalanasiz, Shunaqa. ham akkumulyatorni to'ldirasiz, kechasi akkumulyatordan energiya olib yurasiz. Kerak paytda yoki bulutli kunda. Ikkinchi versiyasi bor, UPSli versiyada, ya'ni siz akkumulyatorni faqat davlatdan to'ldirasiz. Davlat tokidan to'ldirasiz. Bu bizaga kelajakda kerak. Balki nimalarni, ma'ruzalarni eshitgan bo'lsanglar kerak, o'sha murojaatnomalarda vazirni, energetika vazirini o'zi ham aytib o'tdi, bizda soatboy rejimiga o'tilyapti. Ana o'shanda kerak bo'ladi. Soatboy rejimda ertalabki tig'iz davr bo'ladi, 7 dan 9 gacha, kechki tig'iz davr bo'ladi, 6 dan 9 gachami, 8 gacha adashmasam, u yerda narx qimmat bo'ladi. Kechki tarif, kunduzgi Kechki tarif arzon bo'ladi, kunduzgi tarif o'rtacha bo'ladi. Shunaqa. O'sha paytda siz arzon tarif paytida elektrni olib zaryadga saqlaysiz. Yevropa shunday qilyapti. Pik paytda sotasiz. Bu bizda aytayman, oxirgi texnologiyalar va siz Yevropa standartiga moslashishingiz imkoniyati bo'ladi. Aynan biz olib kelgan modelimiz o'sha Yevropada ishlatiladigan modellar, ya'ni o'sha Yevropada shuni invertor, quyosh invertorsiz ichida preobrazovatel'i bilan joy tashlab ketganmiz dedik-ku. Hamma narsasi tayyor turibdi. O'shani qo'ysa, Yevropadagidek kechki tarifdan zaryadlab, kunduzi o'sha akkumulyatorni qimmat paytida, kunduzi tarif qimmat bo'ladi. O'shanda akkumulyatordan olib o'tiradi ekan Yevropadagilar. Kechqurun yana zaryadlab to'ldirib qo'yadi ekan. Qimmat paytida akkumulyatordan oladi, arzon paytida akkumulyatorni kechqurun to'ldirib qo'yadi. Bo'ldi, men hayron qoldim, nega bunaqa, nima uchun kerak bu desam, ular aytdiki, biz shu kechki tarifdan to'ldirib olamizda, kunduzi qimmat paytida shuni ishlatamiz, o'shandan ekonom qilamiz deydi. Bu mana bizada O'zbekistonda sanoat obyektlari bor, birinchi tarif guruhiga kiradi. Ularda bu yo'lga qo'yilgan 2024-yildan boshlab kunduzgi tarif, tungi tarif degan narsa bor. Mana sizga yechim. Akkumulyatorni to'ldirasiz. Pik davrda akkumulyatordan energiyangizdan foydalanasiz. Tungi yarim tarifda siz akkumulyatorni to'ldirib qo'yasiz. Bu ham o'z oldiga alohida narsa va kattaroq segmentda ko'proq summali ishlarda bu nima degani, tarmog'i joyida Yevropani. O'chib yonish yo'q. Tarmoq ishlanishi joyida. Lekin akkumulyator olyapti. Aynan o'sha akkumulyator bizga kelgan. Maqsad kechki tarif, kunduzgi tarifda ekonom qilish. Kechki tarifda zaryad qilib, agarda tarmoq zo'r bo'lib ketsa ham, akkumulyator aktual bo'ladi degani shu. Akkumulyator aktual bo'lishi baribir kelajakda Yevropani biz ketidan boryapmiz. Ular shundan o'tdimi, biz ham shundan o'tamiz. Ularda tarmoqda uzilish yo'q. Ularning tarmog'i joyida, misol endi hamma joyda emas, lekin asosan ularda hammasi joyida. Muammo nimada? Tarmoq o'chishida emas, muammo kechki tarif arzon, kunduz tarif qimmat. Demak, kunduzi biz akkumulyatordan ishlatishimiz kerak. Akkumulyator aktual bo'laveradi. Ayniqsa biz pul hisob kitobiga juda pishiqmiz. Buni vaqt o'tishi bilan tushunasiz. O'zbekiston onlayn bozor tizimiga o'tyapti. Bizlarda onlayn savdo shakllanadi. Bozor regulyatori. Aynan bozor regulyatorida bu bo'yicha protsessga o'tiladi. Onlayn holatda soatboy rejimlar. Bu 2030-yilgacha ishga tushadi O'zbekistonda. O'sha bozor regulyatori 2026-yilda birinchi etaplar boshlanadi va bu bo'yicha
ko'p gaplashish mumkin. Bu kanalimizda bor bu bo'yicha alohida gaplashganmiz, shuning uchun ko'p bosh qotirmaymiz, lekin bu kelajak deb 1 yil oldin aytayotgandik, hozir bugun bo'lyapti. Bugun gaplashib o'tirganmiz, ertaga kech ham qolib ketishimiz mumkin. Tezlashib ketyapti. Hamma narsa juda tezlashib ketyapti. Jarayon tezlashishi bilan birgalikda xatoliklar ham ko'payadi. Usiz bo'lmaydi. Usiz bo'lmaydi. Hozirgi paytda sizda qiynayotgan muammo nima? Quyosh panel, inverter, gibrid tizimlarni tarmoqqa integratsiya qilish, sotish, o'rnatish masalalarida. Bitta misol, meni o'zimni uyim uchastkamda quyosh panelim bor, zero karbon qilganman. Qish oyida baribir yetmaydi menga quyosh, baribir davlat tarmog'idan ishlataman. O'sha paytda men davlat tarmog'iga ortiqcha energiyani sota olmayapman yoki u tarmoqni ishlata olmayapman. Misol o'zingiz ham bilasiz. Sabab nimada? Sabab tarmog'ini ya'ni 3 ta faza kelgan bo'lsa, faza kuchlanish past deymiz. Mana shu narsa kuchlanish juda past. Mana o'sha narsadan qiynalamiz. Bu faqat meni uyimda emas, bu Tosh oblast bo'lgani bilan hali men bu yerda u viloyatlarda-ku undan ham juda achinarli ahvolda o'sha tarmoqda. Keyin bizda muammo bo'lyapti. Xaridor bizdan sotib olgan odam aytayapti, men hech nimani bilmayman. Mani unisi bilan ishim yo'q. Men tushunmayman. Men sendan sotib oldimmi? Senga buyurtma berdim, pul tushirdim, boshqa qildim. Menga ishlatib ber. Bu ishlamasa menga nimaga kerak? Qani endi siz u odamga tushuntirib ko'ring. U kuchlanish past 100 volt. 100 voltga men elektr tarmog'iga qanaqa qilib meni inverterim tok sotadi? Ishlamaydi u birinchidan 100 voltda ishlamaydi. Bu nostandart. Bu eng qiyin, aholiga tushuntirib bo'lmaydi. U elektrikani tushunmaydigan odam. Bu qishni muammosi, yozda teskari bo'ladi muammo. Yozda teskari bo'ladi, yozda, bahorda teskari bo'ladi, kuchlanish ko'tarilib ketadi. Yozda yana pasayadi, chillada pasayadi. Chunki konditsioner ishlatadi, hamma yana pasayib ketadi. Lekin o'sha chillagacha bo'lgan davrda 280-300 volt keladi. Keyin menga aytadi, invertering deydi, ochib ber. Kafolati nima bo'ladi? Kuyadi-yu. Uydagi xonadonda turgan narsalar 300 voltda ishlasa kuyishi mumkin, televizor. Keyin bizga murojaat qiladi, sen invertering qo'ygandan keyin, inverter nima qiladi? 300 kelsa, undan ham balandga ko'tarib tok sotish kerak. Inverter har doim prinsipi bilasiz siz. Ko'tarish kerak. Balanddan pastga ko'tarish kerak. 270 bo'lsa, 285 qilsagina sotadi. Bo'lmasa sota olmaydi davlat ortiqcha energiyani. Ya'ni ko'taradi. Ko'targandan keyin напряжение ko'tarildi. Sani invertering kuydirdi, televizorimmi, sani invertering kuydirdi, холодильникimmi. Lekin bizda emas muammo. Bu muammo o'sha davlat kuchlanishi stabil emasligi, liniyalar eskiligi, transformatorlarni yangilash kerak. O'shan agarda to'g'irlansa, yanada yaxshi bo'ladi. Mana joyiga ochildikda aka. Mana shu joyda sizni fikringiz muhim. Kim bu muammoni yechimini qilishi kerak? Bizga quyosh panel o'rnatilyapti. Shunaqa. Aholi qiziqyapti, o'rnatyapti, lekin tarmoqda kuchlanish bahor, kuzda oshib ketyapti. Inverter o'chib qolyapti. Qishda kuchlanish tushib ketyapti. Ya'ni inverter o'chib qolyapti. Bu yerda sotuvchi kompaniya aybdormi? Quyosh panel inverterni sotuvchi, o'rnatuvchi kompaniya aybdormi yoki tarmoqqa xo'jayinlar aybdormi? Mana yildan yilga bu bo'yicha pul kiritilyapti. Transformatorlar yangilanyapti va tarmoqlar ham yangilanyapti. Lekin hali bunga ulgurishmayapti. Bu bo'yicha men o'zim aytadigan bo'lsam, bunga bosqichma-bosqich o'tiladi. Lekin ishlar qaysidir ma'noda sust ketyapti. Sust. Va taqsimot notekis. Ya'ni bizda qaysidir hududda, deylik hozir Xorazm, Qoraqalpoqda ko'p o'rnatilgan quyosh panellar yozda kuchlanish 280, 295, 300 voltga chiqib ketyapti bir fazani o'zida. Ana shu ham. Qaysidir hududimizda kuchlanish past, qish mavsumida tushib ketib qoladi. U yerda quyosh panel kam o'rnatilgan. Bu disbalans deydi-ku. Bu tarmoqni nostabilligiga olib keladi. Va bu ham inverterlarga nagruzka tushirish bilan birgalikda transformatorlarni o'ziga nagruzka tushiryapti. Va kabellarimiz buni ko'tarmaydi. Uyimizdagi elektron qurilmalarimizga muammo. Buni to'liq audit qilish kerak. Buni balanslash kerak. Markaziy operatorlar tomonidan buni qandaydir bir tartibga solinishi zarur.
Sababi yildan yilga bu oshib boryapti. O'rnatilayotgan ob'yom oshyapti va bunga energiya tizimi tayyor turishi kerak. Hop mana kecha o'sha gazdan voz kechib elektrlashamiz degan joyni o'zida qancha odam yozdi. Qanday qilib siz tarmog'ingiz tayyor emas-ku hali. Xuddi shunday. Siz boyagi keysingizda ham xuddi shu narsa. Ya'ni siz uyingizga zero karbon quyosh paneli qo'ymoqchisiz, invertorni borib ko'rdik, bir faza perikos faza bor sizda. Tushunadi. Kuchlanishlar disbalans. Disbalans. Stabilizator yechim emas bu yerda. Yechimi stabilizator ham Alohida transformatordan kabel tortishingiz kerak. Ayrim joylarda texnik shart berganda mahalladagi hammaga alohida kabel tort deyapti. O'ylanib ko'ring, mahallada 50 ta 200 ta xonadon bo'lsin. hammasi alohida tortsa. 50 tasi quyosh paneli qo'ygan taqdirda ham 50 ta kabel alohida tortib keladimi shunda? Ana o'sha joyi bo'lib turibdi. Menga ham Bir fazali sho'tchilar bilan muammo, 3 fazaliklar ko'tarmayapti. Bu texnik muammolar ko'paygan sari ko'payapti. Bunga hushyor tortishimiz kerak, tezlashtirishimiz kerak. Bu prosesdan bizdan oldin Yevropa, Amerika o'tib bo'lgan. Xitoyda ham mana shu proseslardan o'tilgan. Biz o'shalarning modelini olib o'zimizga qo'yishimiz kerak. Transformatorlar albatta kattalashtirilishi kerak. Yoki bo'lmasa qayerdadir limit cheklovlarini joriy etish kerak. Men bilishim bo'yicha 2026-yilda qonun hujjatlari, bir qator qonun hujjatlari tasdiqlanadi bu bo'yicha. Va keyingi masshtabda sotishni ozroq texnik shartlari yangilanadi. Hozirdan bir nima demaylik, tasdiqlangandan keyin buni alohida biz muhokama qilsak bo'ladi. Lekin bu masala baribir o'rnatuvchi kompaniya bunga aybdor emasda, tarmoqning muammo ekanligi. Shuning uchun o'rnatuvchi akalarimizga qisqa maslahat. Quyosh paneli o'rnatishdan oldin siz issiqlik nassosi o'rnatasizmi, farqi yo'q. Birinchi navbatda texnik shart oling. Jismoniy shaxsga 20 kilovatdan tepada texnik shart olish kerak. Yuridik shaxsga ixtiyoriy kilovatda texnik shart oling. Hududiy elektr tarmoqlardan va texnik shart asosida ish qilish kerak. Siz texnik shartni olganingizdan keyin tarmoqni ham o'rganishingiz kerak. Ya'ni birinchi texnik shart olasiz. Texnik shart o'rganib chiqiladi va undan keyin loyiha qilish kerak deyilgan bo'lsa, loyiha qilinadi. Loyiha so'ralmagan bo'lsa, mayli, unda o'rnatiladi. Lekin texnik shartdan keyin ikkinchi qilishingiz kerak bo'lgan juda ham muhim ish bu siz o'rnatayotgan obyektni AC tarmog'ini tekshirish. Ya'ni tarmoq kuchlanishi, uyning nagruzkasi qanday, kuchlanish balandmi, pastmi, bir fazalikmi, 3 fazalikmi? 3 faza bo'lsa perikos faza yo'qmi? Ya'ni fazalar orasidagi kuchlanishlar farqi yo'qmi? Chastotasi tozami? Bu yerda sizni oldingizda deylik 3 ta 4 ta svashniy apparatlar turgan bo'lsa, uyda bitta skachka bo'ladi, shu bilan invertorda varistor ishlab qo'yadi. Bu qancha muammo bo'lyapti shunday. Shuning uchun ham oldin o'sha texnik shartdan keyin AC kuchlanish tarmog'ini to'liq audit qilish kerak va uyga kiradigan kabelni ko'rish kerak, himoyani ko'rish kerak. Uydagi ayniqsa gibrid tizimlarda bu juda muhimda. Gibrid tizim juda ham nozik. U 10 grid invertor o'zidan nagruzkani o'tkazmaydi. Keraganda davlat topib qo'yaveradi. Gibrid tizim u o'zidan nagruzkani o'tkazadi va o'zini kilovatidagini bera oladi-da. Va 3 faza bo'ladigan bo'lsa, 3 ta fazada yuklama teng taqsimlanishi kerak. Bu degani siz shit turgan bo'lsa, shitni qaytadan переделать qilishingiz kerak. 3 ta fazaga teng taqsimlash kerak. Bo'lmasa invertor ishlamay qoladi. Albatta. Bularni to'liq audit qilib, keyin narx berish kerak, keyin o'rnatib berish kerak. Shundagina ish yuradi. Keldingizmi aka, necha 50 kilovat o'rnatmoqchiman. Bo'ldi, kilovatiga 3 milliondan. Bordingiz. O'rnatib bo'ldingiz. Xo'p, texnik shartda boshqa narsa loyiha so'rayapti. Tarmoqda klassika. Kuchlanish o'ynab yotibdi. Bu masalada keyin mijoz bilan o'rnatuvchi, sotuvchi kompaniya o'rtasida muammo yuzaga keladi, konflikt yuzaga keladi. Keyin kim aybdor bo'ladi? O'rnatuvchi kompaniya bo'lsa o'rtada. O'rnatuvchi kompaniya topmayapti. O'rnatuvchi o'zi. Men deydi, taniyman bitta o'rnatuvchi bor ekan deydi, palonkasiga qo'shnimga o'rnatgan ekan deydi, o'shani chaqiraman o'rnatib beradi deydi. Ana endi u o'rnatgan odam hech qanaqa kompaniya yo'q, hech qanaqa ko'chada bir elektrikka o'xshagan odam o'rnatib biladi, to'g'ri. O'rnatdi, telefonini o'chirib qo'ydi. Lekin kuydi, noto'g'ri o'rnatilgan. Qayerga keladi? Sotuvchi kompaniya, sotuvchi menga kelib turibdi. Sani narsang ishlamayapti. Xo'p, qanaqasiga ishlam? Kim o'rnatdi? Birinchi so'raydiganimiz shu. Kim usta? Menga nomerini bering, men gaplashib oling. Men yangi narsa sotganman, korobkada turgan. Qanaqasiga ishlamaydi? Yo'q, mana ishlamayapti, almashtirmasang bo'lmaydi. Juda ko'p muammo shu yerda. Lekin ayb o'zi xaridorda. Eng arzon ustani topgan. Kompaniya yo'q, tegi yo'q.
Telefonni shunda o'chirsa yo'q u odam. Da. Nomerini almashtiradi. Shartnoma ham yo'q. Shartnoma ham yo'q, hech nima yo'q. Shuni topgan. Shunga o'rnatgan. O'rnattirdirgan, u o'rnatib bergan, u narsa keyin buzilgan, noto'g'ri o'rnatilgan bo'lgan va do'konchiga kelib hamma dardini bizaga aytayapti, yozib beraman, almashtirib berasan, boshqa joyga yozaman, bu yoqqa yozaman. Majbursan almashtirasan. Mana shu eng katta problema bizada. To'g'ri aytyapsiz. Shuning uchun ham on-grid tizimda ham, gibrid tizimda ham tarmoqni bir tekshirib olish kerakda. Undan keyin invertordan oldin o'sha o'zgaruvchan kuchlanish tomonida to'g'ri himoya qo'yish kerak. Kabel to'g'ri tanlash, himoya avtomatlarini to'g'ri tanlash, uni ko'taradigan klassi bo'ladi. Uning 4,5 kA, 6 kA, MSP, MSSP versiyalari bor. Keyin undan tashqari kuchlanish relesi. Kuchlanish o'ynaydigan joylarda yoki kontaktor versiyalari. Ya'ni asli tomonni himoyasini albatta yaxshi qilib qo'yish kerak. Tarmoqni o'rgangandan keyin. Mana shundagina tizim ishlaydi. Xo'p, bu jarayonda elektr energiyadan tashqari boshqa proseslar ham bor. Bu issiqlik nasozlari masalasi. Issiqlik nasozlariga mana o'sha gibrid tizimlardan keyin hozir o'tilyapti. Issiqlik nasozi. Hamma video ko'payib ketdi. Ajratish qiyin bo'lib qoldi. Kim haqiqiy mutaxassis, kim o'rtadagi sotuvchi. Hamma qilyapti, hammani omadini bersin. Hech kimga adovatimiz yo'q. Siz ham issiqlik nasoz kirityapsiz. Kraft issiqlik nasozlarini hozir mana 6,6 megavat sotdim deyapsiz. Sizda установочный kompaniya bor. O'zi o'rnatadi va sotish segmenti ham bor. O'zi issiqlik nasozi nima va bizga nima beradi u? Mutaxassis yetishmayapti lekin. Bu hozir issiqlik nasozi ham yangilik. Xuddi 23-yilda bizga gibrid invertorlar kirib kelganda, hozir issiqlik nasosda mutaxassis yetishmayapti. Agarda yaxshi mutaxassislar bo'lsa ishga olamiz, o'qitamiz, Xitoyga jo'natamiz. Yetishmayapti. Sпрос katta bo'lgani bilan unga hammasiga yaxshi odam, mutaxassis jo'natish qiyin. Ishlab turgan bolalarimiz bor, qo'lidan keladi, o'rnatib turibdilar. Yaxshi ishlab turibdi, hammasi joyida. Qiyinchiliklar yana o'sha kuchlanish, qiyinchiliklar uchrab turgan, kuchlanish past joylarda teplovoy nasos yaxshi ishlamayapti, stabilizator sotib oling desa sotib olmayapti yoki noto'g'ri stabilizator tanlab qo'yapti. Eski stabilizatorni qo'yib qo'yapti, kuchi yetmayapti. Ya'ni o'sha kuchlanishda muammo bo'lsa, teplovoy nasosimiz yaxshi ishlamaydi, unga to'g'ri berish kerak. To'g'ri invertorni, to'g'ri endi pastnap kuchlanishda ham ishlaydi, lekin оборудование qimmat. Uni unaqa kuchlanishda ishlatmagan ma'qul. Unga o'ziga kerak normadagi o'sha narsasini, напряжениясini, do'kontani koteldan kelib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, do'kontani kotelni sotib olsangiz, gazovoy kotel. Обязательно stabilizator qo'yasiz, relе напряжение qo'yasiz, mutaxassis keladi, birinchi filtr qo'yadi gazga. Qoidasi shunaqa tartibi bor. Shu narsani biz hozir aytsak, bu yangilik, olmay qo'yaptilar. Stabilizator qo'ying desa yoqmayapti. U narsa ertaga kuysa menga ko'tarib kelmoqchi yana ishlamadi yoki buzildi, qisib ishladi, boshqa qildi. Taktavaniya bo'ldi, noto'g'ri ulangan. O'sha narsalardan qochmaslik kerak deymiz, maslahatimiz. Qimmat оборудование, televizor olsangiz ham, nima olsangiz ham, uyingizga stabilizator qo'ying. Uyingizda relе напряжение qo'ying, asli tomonni himoyasini to'liq qilish kerak. Yaxshi ishlash uchun. iPhone olsa, qimmat iPhone olasiz-ku, chexol qo'yasiz deganda gapda. Yoki arzon zaryadchik olasiz. Eng arzonda keyin akkumulyator uzoqqa bormay tashaveradi, boshqa bo'ladi, yomg'ir tushib ketadi. Va issiqlik nasoz nima? Issiqlik nasoz bu tashqaridagi havodan issiqlikni olib, ichkariga haydab berish. Ya'ni nasoz o'z nomi bilan nasoz. U issiqlikni haydab beradi. Uni ichkarida boiler bor, suvni qizdirib, suvni masalan sizdagida 75 gradusgacha qizdiradi. 75 gradusgacha suvni qizdiradi va uyda sirkulyatsiya qilib, uyni ham qizdirib beradi. Uni asosan havo, suv rejimida ishlaydiganlari ishlaydi. Bu heating pump deydi. Buni inglizcha versiyasida, teplovoy nasos ruscha versiyasida, o'zimizda issiqlik nasos deymiz. Bizga qulayroq issiqlikni haydab beruvchi va bu 3 xil funksiyani ishlab beradi. Birinchi funksiyasi bu qizdirib berish. Ikkinchi funksiyasi sovutib berish uyni, uchinchisi issiq suv berish. Ya'ni 3 ta funksiyada ishlab beradi. Endi uchalasi uchun alohida samaradorlik bor. Issiqda berishda bunda преимущество, ya'ni imkoniyat yuqori.
elektr kotyolga nisbatan solishtiradigan bo'lsangiz, deylik, elektr kotyol 1 kilovat elektr energiya iste'mol qilib, 1 kilovat issiqlik chiqarib beradi. Issiqlik nasosi bu tashqi haroratga bog'liq holatda o'sha 30-35 gradusdan to minus 25 gradusgacha ishlaydi va samaradorligi 1,6 dan boshlanadi, minus 25 gradusda 1,6 dan 5 gacha boradi. Bu degani 1 kilovat elektr energiya iste'mol qilib, u o'zi 5 yoki bo'lmasa 3 kilovat soatga mos issiqlik energiyasini chiqarib beradi. Oddiylik 10 kilovatlik issiqlik nasosi 10 kilovat energiya iste'mol qiladi degani emas, u mumkin 2 kilovat issiqlikni elektr energiya iste'mol qilib, 10 kilovat da mumkin 3 10 kilovat issiqlik elektr energiyasini chiqarib beradi. Elektr kotyoldan har tomonlama ustun hisoblanadi va uni har xil versiyalar bor. Sizda split, hozir bozorda split versiyasi bor va monoblok bor. R32, R290 modellari bilan ishlatiladi. Freon yoki propan bilan ishlatiladi. Hammasi freon deb aytiladi, gaz. Sizda o'sha tushuntirib ketaylik, split va monoblok. Sizda hozir ikkalasi ham bor. Keyin katta obyekt uchun R290laringiz ham bor. 50-75. Split tizim qatga tavsiya qilyapsiz, qayerga o'rnatyapsizlar? Monoblok qayerga o'rnatyapsizlar va farqi nimada R32, R290? Ikkalasi ham gaz hisoblanadi, ikkalasi ham yangi gaz, 32 ham savremenniy yaxshi gaz hisoblanadi. Temperaturani 75 gradusgacha chiqarish, har doim ishlatish tavsiya berilmaydi. 75 ga qisqa paytda, qisqa muddatda, misol boyleringiz bo'lsa, kosveniy nagrev boyler deymiz, issiq suv beradigan. O'sha ichida zmeyvik degan narsa bo'ladi. O'sha narsani agarda 75 gradus bilan isitsangiz, siz ana maxsus teplovoy nasosni boylerini sotib olib o'tirmaysiz. Ichida o'sha kvadrat metri kattaroq bo'lgan gazovoy kotyolnikini sotib olsangiz bo'ladi. O'sha yerda 75 ning foydasi bor. 75 gradusga 290 gaz bizadagi monoblok chiqarib beradi. Ana kosveniy nagrev boylerni ichidagi zmeyvikni oddiyini olib, kotyolnikini, gazovoy kotyolnikini olib qo'yib, o'sha 75 gradusga chiqargani hisobiga isitib olsangiz, bu sizga foyda beradi. Lekin отоплениyaga 75 gradusni berib qo'yaversak, bu ekonom kam bo'ladi. Buni bermaslik kerak. Iloji boricha отопленияda to'g'ri radiatorlar 75 gradusda ishlaydi bizada. Radiatorning o'rniga biz fankol qo'ysak, to'pli pol qilsak va uydagi haroratni отоплениyanikini 30-35, 40-50 gradusgacha agarda ishlatsak, juda qulay. Bu ekonom, o'sha yana elektrni tejash ku maqsad. Teplo nasosini olgandan keyin undan oqilana to'g'ri foydalanib, uni tejamkorligini ishlatishimiz kerak. Iloji boricha. U degani bizada ko'chada +7 bo'lsa, mana hozir qish ko'chamizda +10 menimcha. Bugun bo'lmasa 28-dekabr, to'g'rimi? Va bizada 10 gradus ekan, ha? 10 gradus mana, 10 gradus men mashinada ko'rdim. 10 gradus degani minusni kamdan kam ko'ramiz. Teplovoy nasosi uchun, issiqlik nasosi uchun bu ideal harorat hisoblanadi. Biza O'zbekiston sharoiti, bizani havo, suv degan o'sha biza olib kelib turgan teplovoy nasoslarimiz biza O'zbekiston sharoitiga juda to'g'ri keladi. Rossiya emas, Sibir emas, ko'chamiz -35 bo'lib yotgani yo'q. Bizga juda to'g'ri keladi. +10 ko'cha bo'lsa, harorat ichkaridagi to'pli polni biz 35 gradusda qo'yib qo'ysak, teplovoy nasosni ko'pi, ya'ni elektr tejashi 1 kilovatga elektr to'qiga 4,5 kilovat issiqlik energiya beradi bizga. Elektrni tejimiz. O'shanda boyagi tarmoqdagi muammolar elektr juda ko'p iste'mol qilgandan kelib chiqadi-da. Elektr iste'mol juda ko'p bo'lgandan keyin, xonadon juda ko'p iste'mol qilaversa, kuchlanish tushib ketadi. O'sha perikoslar bizani tarmoqdagi energiya tejovchi uskunalarni agarda kirgizsak, elektr kotyollarning o'rniga issiqlik nasosi ishlatadigan bo'lsak, bizda o'sha elektr tarmoqdagi muammolar ham hal bo'ladi qisman va bizadagi elektr to'lovlarimiz kamayadi. Bu birinchi o'rinda iqtisodiy bizga pribul beradigan narsa bo'lib turibdi. Chunki tejimiz elektr tokini. Hozir elektr toki oldingida 295 so'm emas, hozir qimmatroq. Demak, bizga foyda. Har yil 10% dan qimmat deydi yana. Bu degani hamma baribir o'sha tejashga o'tadi. Oldingida yoqib qo'yavermaydi elektr kotyolni ertalabdan kechgacha. To'g'ri aytasiz. 2025-yil mana tugab borayotgan yil o'zi yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yili edi.
2026-yilda ham baribir 5 ta ustuvor yo'nalishni davlat rahbari o'zi kecha murojaatnomasida aytib o'tdi va o'sha 5-yo'nalish aynan yashil energetika va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish bo'ldi. Bu yog'iga energiyani ortiqcha ishlatgan, shunchaki isrof qilganlar jarimaga ham tortiladi. Bu bo'yicha qarorlar nimalari ham bor va o'sha energiyani tejab, energiya tejamkor texnologiyalarga o'tish baribir zamon talabi va davlat ham shu liniyadan ketyapti. Shuning uchun ham issiqlik nasosi endi bunda ayrim bir stereotip fikrlar bor. Siz splitingiz bilan monoblokka javob bermadik oxirigacha. Split qolib ketdi. Men savolni berdim, siz ketib qoldingiz. Yo'q, men aytib bo'lmadim hali. Bo'ldi, tushuntirdik endi. Demak, biz split bilan monoblokimizda 290 bo'lsin, 32 bo'lsin, bizning o'sha gazimiz 75 bittasi to'g'ri baland ko'taradi uni. Demak, GVS ga oddiy boilerga ishlatsak bizga zo'r, 75 ga qisman bir qanaqadir qisqa paytda ishlatsak zo'r. Lekin doimiy biz 75 da o'tirmaymiz. Demak, 50 gradus, 35, 40 gradus biz uchun tejiydigan bo'ladi. Tejiydigan bo'lganimizdan keyin bizga 32 ham to'g'ri keladi. Bizga 290 ham to'g'ri keladi. Katta 75 gradusga chiqarish bizda maqsad yo'q. Unda tejamkorlik pasayadi. Demak, split sistemamiz bizning 32-gazda ishlaydi. 32-gazni biz split sistemamizda ishlatgan bilan 75 gradusga chiqarish maqsadimiz yo'q. Bildik uni, ekonom qilmaymiz bunda. Buni bizga qulayligi splitni montajda estetika, ya'ni montaj remont bo'lgandan keyin biz uni katta turbalarni ko'chaga chiqarishimiz kerak, devorlarni shtrabit qilib monoblokda. 290 monobloklarda. Monoblokda o'shanda menga fikr keldi, men Xitoyga borganimda zavodda shuni biza buyurtma berganda men aytdimki, Rahmatjon ukam bilan birgamiz o'tiribmiz. Men aytdim, "Davay split buyurtma beraylik. Splitni montaji oson. Chunki trassamiz bizning frionovoy trassa deb aytiladi. Ya'ni o'zimizni konditsionerni o'rnatib ketadi remontdan keyin. Muammosiz, to'g'rimi?" Xuddi shunaqa bu ham remontdan keyin o'rnatish osonroq. Lekin men feni bo'lmaydi, konditsionerni uni o'rniga kontorni kotolga o'xshagan split sistemada bloki bor. Ichida teploobmenniki bor va o'sha hamma kotelnidagi turbalar kontorni kotolga ulanganda ulanadi. Remont bo'lgan joylarga split qulay. Domlar kvartiralarga, hozir kvartiralarga agarda gaz berilmasa, split juda qulay. Bu o'sha domlar kvartiralar uchun oson yechim bo'ladi. Kvartiraning ichidan rigellarni shtrabit qilib, qanaqadir qurilishni ana nесущий stoykalariga zarar bermasdan biz oddiy o'sha frionovoy trassa bilan qurilmamizni tez o'rnatamiz. Oson bo'ladi, chiroyli bo'ladi. O'shaning uchun split biz buyurtma berganmiz. Splitni biz kattaroq kolичествоdan aytganmiz. Narxi ham aslida split qimmatroq yuradi. Narxini pastroq qo'yganmiz. Mayli foydamiz kam bo'lsin, odamlar ishlatib ko'rsin deb. Split sistema issiqlik nasosda baribir aktual bo'ladi. Hozir boshida tushunmaydilar. O'sha aytgandek, lekin 32-gazdagi split bemalol uyni isitadi, sovutadi, rasyotlari to'g'ri bo'lsa. Va monobloklarimiz ham doimgidek hamma sotib turgan monobloklar issiqlik nasosida bizda sotuvda bor. Tushunarli. Mana shu joyda hisob-kitob to'g'ri bo'lsa deysiz. Albatta. Xo'p, issiqlik nasosiga qiziqayotgan odamlar bo'lsa agar, do'stlar nasib bo'lsa, issiqlik nasos bo'yicha bu podkastdan keyin yoki burun, endi bu bolalarimizga bog'liq, issiqlik nasos bo'yicha shu podkastdan keyin alohida to'liq tushuntirilgan video chiqadi. Albatta, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga a'zo bo'lish va issiqlik nasosi haqida o'z fikringizni yozib ketish esdan chiqmasin. Albatta, bu bo'yicha biz seriyali videolarni qilamiz. Endi issiqlik nasosida qo'ymoqchi bo'lgan odam asosan gazlashmagan hududlarda o'rnatish tavsiya etiladi. Gaz bo'lsa, gaz kotyoldan foydalanadi. Gaz bo'lmagan hududlar, o'sha dachalar, chekka hududlar uchun juda ham zo'r yechim. Xo'sh, issiqlik nasosini olmoqchi bo'lgan odam nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda o'rnatmoqchi bo'lgan paytda. Zdaniyani birinchi o'rinda utepleniyasi, ya'ni teplopoteriya. Ya'ni biz yaxshi isitilgan xonadon, yaxshi isitilgan qanaqadir nima bo'lsa ham yaxshi isitilgan bo'lish kerak. Shu tashqi tomonidan agarda utepleniya bo'lsa, mineralniy vata bo'lsin, bazalt bo'lsin, xohlagan narsasi bilan utepleniya qilinsa, oynali romlarni
Yaxshisi yangi chiqib turganlari manimcha hozir hammada bor. O'shalardan qo'yilsa, katta panoramalarda ozgina pateri ko'p bo'ladi. Pastgacha panorama qilib tashlaydiganlarda pateri ko'p. Yaxshi istilgan uyga tavsiya beramiz. Yaxshi istilgan izolyatsiyasi yaxshi bo'lgan uyga. Albatta, o'shanga juda ham e'tibor qaratish kerak. Teshik uyni isitib bo'lmaydi. Hamma joyidan sovuq kirib yotgan bo'lsa, unga qanaqa nima qo'ysangiz ham effekti past bo'ladi. Hamma effekt deydi. Shuning uchun birinchi o'rinda izolyatsiyaga e'tibor qaratish kerak. Ikkinchi o'rinda to'g'ri teplotexnicheskiy расчет deydi. Ya'ni o'sha kvadrat metri patologning balandligi nimadan izolyatsiya bo'lganligini расчетini olib, biza 1 kvadrat metrga o'rtacha hozir 100 vatt tavsiya berib turibmiz. O'zi 50 vattdan o'sha 150 vattgacha 1 kvadrat metrga joyiga qarab, teplopateriyasiga qarab turib, teplovoy nasosini расчетini beramiz. To'g'ri aytyapsiz. Qo'shimcha sifatida men qisqacharoq nima qilishga, aniqlashtirishga harakat qilaman. Demak, issiqlik nasosi o'rnatishdan oldin binoni issiqlik nasosiga mos emasligini aniqlashtira olish kerak birinchi navbatda. Shunday. Вот binoni izolyatsiya darajasini aniqlash kerak. Izolyatsiya darajasi bo'yicha yaxshi, o'rta va yomon izolyatsiya darajasiga ajratiladi. Biz biladigan uylarimiz, xonadonlarimiz odatda 100 ga eng yomon issiqlik darajasiga to'g'ri keladi. Masalan, bizada podvalimiz bo'ladi, yog'ochdan bo'ladi, polimiz, oynalarimiz plastmas emas, yog'ochdan bo'lishi mumkin. Viloyatlarda shunaqa. Da, shunday holatlar ko'p bo'ladi va kuba metr kvadrati, binoni metr kvadratidan tashqari kuba ham inobatga olinadi. Loy joylarimizda balandlik ancha baland qo'yiladi. 3,5, 3,7, 4 metrgacha chiqaradi. Bu ob'yom katta degani havo qizdirish kerak bo'lgan havo juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham birinchi binoni mosligini ko'rish kerak, ikkinchi binoning izolyatsiya darajasini ko'rishimiz kerak, uchinchi binoning ob'yomi metr kvadrat. Ventilyatsiya ham bor, ventilyatsiya. Ventilyatsiya ham havo almashadi, issiqlik chiqib ketadi. Uni ham rekuperatorligini tavsiya qilinadi. Uchinchisi o'sha narsa, eng asosiysi qanday qo'ymoqchi issiqlik nasosi degan savolga javob bera olish kerak birinchi. Agar yangi новостройка bo'lsa, unda qurilishda teplый pol o'tkazgan bo'lsa, unga issiqlik nasosini ulab ishlatish mumkin. Albatta. Yog'ochdan pol qilingan bo'lsa, unga teplый pol o'tkaza olmaydi. Shu paytda fankoil bilan qo'yish kerak bo'ladi. Endi beton uylar bo'lib qolishi mumkin. Pasti уже taxlab bo'lingan, issiqni teplый pol o'tkazib bo'lmaydi u joylarga. Unda yo qaytadan teplый pol qiladi yoki fankoil qo'yadi. Fankoil deganini tushuntirib o'tamiz. Polda binoni aniq расчетini qilish kerak bo'lgan narsa shularda. Shunaqa fankoilni tushuntirish kerak, ozgina bilmaydiganlar bor. Fankoil bu o'sha radiator bo'lsin yoki bizning fenimiz, konditsionerni uflab turadigan narsani fankoil deymiz. Fankoilni suv o'tadigani, teplonositel o'tadigani fankoil. O'sha fankoilni xuddi konditsionerga o'xshab turadigani, nastelnisi bor, devorda turadigani, napolni bor, polda turadigani. Shuni qo'ysa, agarda siz aytgan joylarga muammo bo'lmaydi. Bu qaytaga yaxshi ham bo'ladi, sababi sovutishga ham ozgina ishlatsa bo'ladi. Agarda расчетini qilsa, sovutishga bemalol ishlatsa bo'ladi. Sovutishga fankoil, isitishga fankoil, agarda teplый pol qilmagan bo'lsa, juda qulay. Lekin fankoil pul turadi, uning ham расчетini olish kerak. Albatta. Powersanga video ostida Powersan nomerlarini qoldiramiz. Siz chiqsangiz, agar o'rnatadigan bo'lsangiz, hisob-kitoblarni albatta o'zlari qilib, o'rnatib berish xizmati ham bor. Bor. Bu yerda bitta gaplashib o'tirib buni hal qila olmaymiz biz. Sababi har xil obyektni o'zini har xil izolyatsiya darajasi bor. Bu joy, sharoit, hudud albatta inobatga olinishi kerak. Endi biz gibrid tizimda gaplashdik, nimani gaplashdik? Issiqlik nasosini ikkalasini komplekt holatdagi zero karbon uylar. Birinchi savol, zero karbon uy faqat boylar uchunmi yoki hamma qilishi mumkinmi? Endi menimcha hozir puli bor odam qilsa kerak. Puli bor odam. Zero karbon deganimiz bu davlatdan energiya olmaydi va tashqariga hech qanday zararli chiqindilar chiqarmaydi. Tomda quyosh paneli o'rnatilgan, gibrid invertori bor, akkumulyatori bor va issiqlik nasosi qo'ygan. U o'zini issiqlikka ham, elektrga ham ehtiyojini to'liq o'zi qoplay oladigan uyga qolar ekan. Bitta suvimiz qolar ekan. Suv qolar ekan. Suv olsa ham bo'ladi undan. Ichi bo'lmaydi lekin. Tak, bu bo'yicha nima deya olasiz va bizda hozir zero karbonga ehtiyoj bormi yo marketing sotaveramizmi? Zero karbonga ehtiyoj bor joylar bor.
Aynan biza shahar sharoitida hech kim boshini qotirib o'tirgisi kelmaydi. Kelib turibdi gaz, kelib turibdi suv, foydalanadi. Lekin bir joylar bor, kurortni joylar, misol bizaga Rossiyadan shunaqa kelib aytdiki, bizaga shunaqa joy qilib ber, biza Rossiyada Krasnogorskmi chiroyli joylarimiz bor va uylar bor. Turistik zona qilmoqchi. Turistik zona, boyagi chiroyli uylarda, gostinitsaga o'xshagan uylar arendaga berilar ekan. O'shanga biz shu narsani qilishimiz kerak. Tarmoqda elektr yo'q, gaz yo'q, suv yo'q, boshqa yo'q. Suvni biz aytdik, yechimini qila olmaymiz, lekin sizga sharoit boyagiday qilib berishimiz mumkin. Akkumulyator bo'ladi, gibrid invertor bo'ladi, panellar bo'ladi, teplovoy nasos bo'ladi, otopleniyaga, sovutishga ishlatasiz. Bu narsa haqiqatdan qilsa bo'ladigan narsa, hisob-kitobini olish kerak. Boyagi joyga shunaqa taklif berganmiz. Hozir sizlar o'rnatyapsizlar issiq nasoslarni. Asosan klient qayerdan tushyapti o'sha zero karbonga yaqinroq formatga o'tishni xohlayotganlar qayerlarda? O'zi hamma kelgan odam kelgandan men hamma narsani uzib tashlayman, xafa bo'lib keladiganlar bor bir ikkitasi. Tarmoqdan xafa bo'lib keladi. Men uzib tashlayman, menga umuman kerak emas, menga shu quyosh panelini qo'yib ber, teplovoy nasos qo'yib ber. Endi kalkulyatsiya qilsak, albatta bu arzon bo'lmaydi, chunki zapasini olishimiz kerak. Bulutli havo bo'ladi, qor yog'adi, boshqa bo'ladi. 30% zapas kerak. Va joy kerak bunga. Panellarni bilasiz, ko'proq qo'yish kerak, u joy egallaydi. Chunki yig'ib qo'yishimiz kerak, elektr energiyani zaxira qilib, akkumulyator kerak katta. Qilsa bo'ladi. Pulidan kelib chiqamiz, joyidan kelib chiqamiz. Va o'sha necha iste'moli bor. Asosiy iste'mol ko'p bo'laversa, teplopoteriya bo'laversa, biz yoqaveramiz, ko'p o'sha panel, akkumulyator talab qiladi. O'zbekistonda 2023-yilda bitta proyekt boshlanuvdi, zero karbon uylar degan. Odamlarga tavsiya ham, taklif ham qilindi. Shu biz universitetda ishlayotgan keluvdi, bir aniq faktlari esimda yo'q, hozir esimga kelib qoldi. Yashash taklifi berildi odamlarga. Zero karbon, 0 missiyali uylarda yashash taklifi, shu uyda qolish takliflari berildi. Hozir proyekt nima bo'ldi bilmayman. Lekin biz ham men bilishim bo'yicha dachalar ko'p bizda. O shanba, yakshanba hamma dachaga ketadi. O'sha joylarga keyin mana Zangiota tomonlar bor, kurortniy zonalarimiz, zo'r joylar bor. Hammasiga zero karbon qilsa bo'ladi, qishloq uylarda ham. Hech hisoblab ko'rganmisiz? O'rtacha bitta xonadon deylik 5 kilovat elektr nagruzkasi bor. Uyini to'liq zero karbon formatga o'tkazmoqchi bo'lsa, taxminan qancha pul ketadi odamga? Oddiy o'rtacha bitta xonadon. To'xtab qolaman men hisoblab ko'rganman, o'ylab ko'rganman. Bahor bor, yoz bor, qish borda. Bizda mana shu qishda muammo, qishda agarda bir hafta bizda bulut bo'ladigan bo'lsa, yo vetrogenerator kerak bo'ladi, yo дополнительный zero karbon bo'lmay qoladi, generator benzinini qo'yamiz yoki dizelni qo'yamiz. Tarmoq bo'lmagan joylarda. Tarmoq bo'lsa, tarmoqdan foydalanish kerak qishda. Zero karbonni qilsa bo'ladi, qachonki sizda agarda bulutli kunlar bo'lmasa, to'g'ri. Bulutli kunning hisobini olish juda qiyin. O'zingiz ham bilasiz, matematik hisoblash kerak buni. Bir hafta agarda sizda quyosh umuman chiqmasa, panelga qarab o'tirsangiz, bu akkumulyatoringiz 200 kilovat bo'lsa ham tugatasiz suvni siz. Yoki juda ekonomishni uy qilib qo'yish kerakki, bulutli havoda siz kam energiya yo'qotib, issiq tutishingiz kerak. Eng boy davlat Shveysariya bilasizmi? O'sha aytilishi bo'yicha. Shveysariyadagi uylar bo'yicha bitta videolar chiqdi. Parilgan uylarni izolyatsiyasi shu darajada zo'r qilinganki, uyda biznikiga o'xshagan kotyol, yana bir balolar qilib tashalmaganda, o'zini o'zi issiqqina holatda ushlayapti. Ya'ni odamlar energiya tejamkorlikka maksimal o'tishgan. Mana Yaponiyada ham xuddi shu liniyaga o'tyapti. Shunday. Yevropa mana bu Rossiya Ukraina mojarosidan keyin rosa shu liniyaga o'tib ketib qoldi. Balki biz ham o'tishimiz kerakdir. Energiya tejamkor formatga uyimizni, kotyolni, konditsionerni qo'shib qo'yamiz. Sovib ketdi deb oynani ochamiz qishda, yozda. Qishda kotyolni baland qo'yamiz, konditsionerni ham qo'shganmiz. Qizib ketdik, oynani och, havoni almashtir. Balki energiya tejamkor formatga o'tsak, deylik biz 10 kilovat iste'mol qilayotgan joyimizda 7 kilovatga tushirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Sababi men bitta ikkita hisob-kitoblarni ko'rganimda shu bor ekanda, 50% gacha tushirish mumkin ekan umumiy iste'molimizni. Yaxshi usipleniya izolyatsiyasi. Issiqlik izolyatsiyasini to'g'ri qilinsa, hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, yaxshigina iste'molni tejashimiz mumkin ekan. Vaqt o'tishi bilan albatta bu yerlarga ham yetib kelinadi. Xo'p,
Endi masalani sal mundayroq tomoniga o'tsak. 2026 Powersun kompaniyasi uchun 2025-yil Powersun kompaniyasi uchun qanday keldi va 2026-yilda biz nima kutishimiz kerak sizdan? Bizlar uchun 25-yil yaxshi rost bo'ldi, o'sish bo'ldi, ishonch bo'ldi. Bu biza o'sha distributorство, ya'ni zavodlar bilan ishlashganimiz bizlar uchun hamkorlarimiz bizaga ishongani bizlar uchun katta gap. Shu ishonchini oqlashga harakat qilamiz, davomiy bo'lishiga harakat qilamiz. Albatta 26-yildan bizada rejada o'sha issiqlik nasoslari, ya'ni bu ham yashil energiya, bu ham alternativniy energiya. Albatta. Bizning sohamiz nega santexnikaga aralashib ketdi deb o'ylashi mumkin. Kimdir bu santexnikaga aralashganimiz yo'q. Biz o'zimizning ishimiz. Yashil energiya bizning ishimiz. Teplo nasos ham shunaqa. Va o'shani yanada odamlarga ko'proq tushuntirib, buni ko'proq yana mashhurroq qilish kerak, tushuntirish kerak, chunki bu kelajak. Chunki bu narsa hammani uyida bo'lib ketadi. Ertaga kim uyida hozir konditsioner bo'lsa, xuddi shunaqa teplo nasos, quyosh paneli bo'lib ketyapti. O'zingiz bilasiz, quyosh paneli deyarli hammada bo'lib ketdi. Hozir maqtanishyapti-yu, qudalar, sanda quyosh paneli bormi, menda bormi? Shunaqa. Choyxonada o'tirganda saniki bugun Qancha chiqardi? necha kilovat berdi, saniki necha kilovat berdi. 25 sanasidan keyin menga bugun 5 million tushdi, senga necha so'm tushdi? Mana shunday bizaga kirib keldi, singib ketyapti. hayot tarzimizga odatiy tarzga kirib keldi. Demak, endi keyingi etap bu o'sha bizada issiqlik nasoslari bo'ladi. Bularni biza qanaqa yechim beramiz? Biza buni ikkalasini komplekt qilib yechim bersak, yanada yaxshi. Issiqlik nasos ham elektrda ishlaydi. Elektrni agarda quyosh panelidan oladigan bo'lsak, bizga odamlarga yana qulayda. Issiqlik gazga pul to'lamaydi, elektrga pul to'lamaydi, yo to'lasa kam to'laydi, hisob kitobini olib. Va bu qulaylik olib keladigan narsa. Yechim. Albatta bu yechim to'g'ri yechim. Baribir ham protses bilan ketadi. Lekin agar 1000 so'mdan sotib olishni to'xtatsa-chi? 1000 so'mdan elektr energiyani 1000 so'mdan sotib olishni to'xtatsa nima bo'ladi? Hali elektr energiyani meni fikrim, agarda 1000 so'mdan sotib olmasam, biz subsidiya-ku o'zi. 600 so'mdan bizga davlatimiz beryapti, biz 1000 so'mdan olyapti bizdan elektrdan, quyosh panelidan, fotoelektrik stansiyadan. Lekin elektr tarmog'idagi narx bizadagi 600 so'm, 600 da qolmaydi. Misol, har yil may oyidan 10% oshib boradi. Oshib boradi. Chunki Yevropada nega siz boya aytdingiz-ku, Yevropada nega odamlar izolyatsiyani zo'r qilgan? Ularni hech kim majburlamagan, hech kim qilmaydi ham o'zidan o'zi. Faqat yana energiya resurslari qimmat bo'lsagina uyini yaxshi utsepleniya qiladi. Uyda maykada o'tirmaydi-da, sviterda o'tiradi. 20 gradus qilib qo'yadi. Bizanikiga o'xshab 25-30 qilib tashlamaydi-da uyini. O'shana qilib elektr energiyani energiya resurslariga narx oshsa, biz 1000 so'mdan siz aytganini 1000 so'm o'zi davlatdan 1000 so'm bo'lib qolishi hech gap emas. Narx oshaverib, demak, subsidiya bo'lmaganda ham ana hozir 600 dan olaman desam, undan pastiga olmaydi davlatimiz. Yoki o'zingizga ekonom qilsangiz ham, tejasangiz, o'zingizni iste'molingizni yopsangiz ham, lekin olmay qo'ymaydi degan menimcha bo'lmaydi, chunki sizdan chiqqan elektr tok qo'shningizga sotilib ketadi, qo'shningizga o'tib ketadi. Uni olmasdan noto'g'ri narsa, olmaslik, elektr tokini davlat olmasligi noto'g'ri. Chunki siz iste'mol qilmay turgan paytda quyosh panelidan chiqqan tok yotaversinmi bekor? Qayergadir ketish kerak. Qayergadir ketsin, undan ko'ra sho'chikdan o'tsin-da, qo'shniga ketsin. Elektr toki sizda 600 so'mda qolmay, ertaga 1000 so'm bo'lsa, sizdan 950 dan olsin. 50 so'm o'sha transportirovkasiga, qo'shningizga o'tib ketganiga ketsin. Baribir menimcha borgan vaqt o'tsa ham baribir davlatimiz bizdan elektr tokni olmay qo'ymaydi, oladi. Chunki kerak, energiya, tayyor energiya quyoshdan kelib turgan. Nega olmaslik kerak? Xo'p, shu joyiga ozroq o'zim tushuntirib berib ketay, tushuncha berib ketay. 1000 so'm fikrim edi. Fikringiz to'g'ri. To'g'ri fikrlayapsiz. Qo'shilaman. Qo'shimcha sifatida 1000 so'mdan sotib olish to'xtasa-chi? Qachon to'xtashi mumkin? Bu subsidiya xohlagan paytda to'xtashi mumkin. Va hozirda yangi qaror chiqyapti, prezident qarori. U 2026-yil boshi, 25 oxiri yoki 26 boshida chiqadi. Bu bo'yicha jismoniy shaxsdan elektr energiya sotib olish ikkinchi tarif guruhi iste'molchilari tarifiga biriktirib qo'yilyapti. Ya'ni
Ikkinchi guruh tarif iste'molchilarida hozir elektr energiya narxi 900 so'm va 1000 so'm va bu bizada 1000 so'm 2023da 1000 so'm bo'lib turgan bo'lsa, jismoniy shaxsdan sotib olish 2026dan boshlab endi tarifga bog'liq o'zgaradigan bo'ladi. Ya'ni yildan yilga elektr tarifi 10% oshdimi, davlat ajratadigan subsidiya ham 10% ga narxda oshib boraveradi. Deylik 1000 so'm bo'ladigan bo'lsa, 1100 so'm bo'ladi maydan. Undan keyin yana oshadi. Agar 900 so'mdan beradigan bo'lsa, u holatda 990 so'mdan bo'ladi. Endi yomon ssenariysi bor. Agar ikkinchi tarif guruhi iste'molchilaridan elektr energiyani sotib oladigan narxga biriktirish ham mumkin. Bu holatda 1000 so'm emas, u 70% ga tushiriladi. Yurtliklarniki yanvar o'sha 2026dan boshlab 70% ga tushiradi. Oldin 80% edi. 900 so'mga 720 so'm edi. Endi o'sha 70% ga tushiriladi. Deylik, unda 900 so'mlik tarifga biriktirsa 630 so'm bo'ladi. 1000 so'mlik tarifga biriktirsa 700 so'm bo'ladi. Lekin sotib olish to'xtatmaydi. Shu tarif bilan ketaveradi agar yomon ssenariyda. Va bu may oyidan yana 10% ga oshadi. Yildan yilga oshib boraveradi. Sotib to'xtatilmaydi, faqat tarifga biriktiriladi. Biriktirilsa elektr energiya oshib boraveradi. Va yana bitta plyus tomoni bor. Bizda bozor regulyatoriga o'tilyapti. Onlayn savdoga biriktiriladi va bu tarifga biriktigan holatda narxlar birjaga o'xshab baholanib boraveradi. Ya'ni siz 5, 10, 50 kilovat haqida emas, endi bu yoqqa masalan B2B sektorda o'tirgan jismoniy shaxslar bor yoki yuridiklar bor. Ular 500 kilovat o'rnatyapti, 1 megavat o'rnatyapti, 5 megavat o'rnatyapti-da savdo sotiq bilan shug'ullanishyapti. Ertaga bozor regulyatorida bu o'zaro kelishuv asosida narxlar shakllantirib borilaveradi. Ya'ni bu bugun to'xtadi bo'ldi, yig'ishtirib qolgan musulga ketadi emas. Bu har xil shunday videolar qilishadi. Yo'q, bu proses davom etadi va O'zbekistonda 2030 strategiyasi bor, undan keyin 2050. Biz shu liniyada ketaveramiz va 2030-yilga borib biz 50% dan oshishni reja qilganmiz yashay energetikani. Va hozirda elektr energiyamiz ancha stabillashdi, yetarli darajada bo'lib qoldi, ayrim kamchiliklar bor, kamchilik har doim bo'lgan. Va biz hozirda o'zimizdan ortganini Tojikistonga sotishni boshladik. Elektr energiyamiz Afg'onistonga ketyapti, Tojikistonga sotyapmiz ortganini va rejamizda bor 2030-yilgacha Yevropaga eksport qilish. Nimani hisobidan? Mana shu yashil energiyani hisobidan biz hozir 5 gigavat o'rnatgan bo'lsak, 2030gacha 25 gigavat o'rnatamiz. Bu energiya qayergadir ketishi kerak-ku. Biz o'sha energiyani yo'naltiramiz. Kerak paytda olamiz, qolganini sotiladi. Tarmoq shu traditsiya bo'yicha ketaveradi. Shu 2026 kutilmalarida baribir bu jarayon davom etishini ko'rishimiz mumkin va albatta gibrid tizimlarga ustuvorlik beriladi. Energiya saqlash tizimlari, issiqlik nasozlari hammasi bir-biriga chambarchas bog'lanib ketaveradi. Sherzod aka, ancha gaplashib qo'ydik. O'zingiz bitta blitz savol qilsak, qisqagina blitz savollar qilamiz. O'sha qisqa savollarga qisqacha javob bersangiz, endi qani nima sizga qiziq bo'lar ekan? Xo'p, do'stlar, blitz savollar Sherzod aka bilan. Panel qishda ishlaydimi? Qisqa javob beramiz. Albatta ishlaydi. Albatta ishlaydi. O'zi 100% dami? 100% dan ham ko'proq ishlaydi, sovuq bo'lsa, quyosh bo'lsa. Xo'p, soya tushsa-chi? Unda kamayib ketadi, soya tushishiga qarab, qanaqa panelliga qarab. Invertorlar nimaga kuyadi? Tarmoqda muammo bor, noto'g'ri ulanishi bor, himoya tizimini yaxshi qo'ymayaptilar. Energiya saqlash tizimlari xavfsizmi? Albatta, energiya saqlash bolachani qo'yib qo'ydik, o'zimiz syomka qilganda, o'zingiz bilasiz. Meni o'g'lim yurdi. O'zingiz o'g'lingiz. Yo'q, xavfsizmi deganda, zavodskoy bo'lsa xavfsiz bo'ladi. Avariyli holatlar bo'lish ehtimoli mumkin. Yo'q, albatta, u hammasi zavodskoy, ichida pojarniy sistemasi bor, vodino suv bilan sovutish bor, havo bilan sovutish bor, qizib ketmaydi, boshqa qilmaydi. Zavoddan kelgani xavfsiz. Samodельный qilingani ozgina qo'rqinchliroq. Sifatli mahsulot va to'g'ri o'rnatish. Albatta, arzonni olib qo'ysa, to'g'ri qo'rqish kerak arzonidan. Issiqlik nasozini qaysi joylarga tavsiya qilsak bo'ladi? Hamma joyga. Hamma joyga. Biz отопление, sovutish tizimi, issiq suv bor joylarga, hamma joyga issiqlik nasosi quyosh paneli bilan ketaveradi. Eng ko'p montajda uchrayotgan xato energiya tizimlarida. Montajda. Energiya tizimi, bizani quyosh panellarimiz. Quyosh panel, on-grid gibrid tizimlarda eng ko'p uchrayotgan xato.
Eng ko'p Montajda. ishlaydigani montajda o'sha hisob-kitob kabelni secheniyasi bo'lishi mumkin. 2 ta, 3 ta, 5 ta man hozir boshim. Endi gibridda ko'p. Kabel himoya va yerlatish tizimi desak bo'ladimi? Yerlatish desak ham bo'ladi. Aha. Arzon va sifatli. Arzon va sifatli bo'lmaydi-ku menimcha. Qanday javob berasiz? Arzon va sifatli degan so'zga. Menga ham arzon bo'lsa, ham sifatli bo'lsin deydiganlar. O'rtachasini olish kerak. Цена качество deb aytadi-ku любой joyda. Ham sifatli bo'lishi kerak, ham narxi o'rtacha bo'lishi mumkin, lekin arzon bo'lib ketmaydi-da. O'zidan-o'zi arzon bo'lmaydi hech nima. Kafolat va servis. Kafolat va Sizga nimani servis anglatadi? bizga endi to'g'ri distribyutor beradi kafolatni, servisni ham shu distribyutor zavoddan tortib olib, chaqirtirib olib kelaman, ustanaman, zapchast olib kelaman, almashtirtiraman majburlab. Bitta o'sha Kafolat va servis deganda bir so'z bilan powersan desak bo'ladimi? endi Bo'ladimi? kamtarlik bo'lmay qoladi lekin. Mayli, endi bu blitz savoli. Mayli. Zero karbon real yoki fake? Zero karbon real 100% nega fake? 100% real. O'zimiz bahordan boshimiz zero karbonga kirib ketamiz biz. Bahorda yozi bilan, kuzi bilan bitta qishda qiynalamiz, davlatni qo'shamiz ozgina. 2026-yil prioritetlari. Mana shu zero karbonni rivojlantirish, issiqlik nasoslarini yanada odamlarga ko'proq tushuntirish, olib kelish, yashil energiya o'zimiz sohamiz yaxshi ko'radigan. Gibrid tizim, energiya saqlash tizimi. Gibrid birinchi o'rinda menimcha gibrid rivojlansa kerak. Biz gibridni o'zi oldindan boshidan gibridchimiz, yaxshi ko'ramiz gibridimizni. Rivojlantiramiz shuni. Savollar uchun rahmat, javoblar uchun. Oxirgi so'zlaringiz bo'lsa, bemalol. Yangi oxirgi so'zlarimiz ham bo'ladi. Tez gapiramiz xaridorlarimizga. Kelinglar, yanada ko'proq o'rganinglar, mana Zoir Kenjayevni o'qinglar. Bilmaganini bilinglar, so'ranglar, izlaninglar. Hammaga ham ishonmanglar. Ozgina shu 7 o'lchab bir kesib, ayniqsa mahsulot olganda bilib, to'g'ri joydan olishga harakat qilish kerak. Bizdan olmasangizlar ham biz tayyormiz. Qanaqadir qo'limizdan kelguncha tushuntirib berishga. Men o'zi ko'p odamga shunaqa deyman. Keling deyman, meni bilib keting. Meni olmang deyman, mayli deyman. Keling, ko'rib keting, bilib keting. Boshqa joyda tanlaganda aldanib qolmang, ertaga uyingizda yonib ketmasin, buzilmasin. Ko'nglingiz qolmasin shu mahsulotim. Umuman fotoelektrik stansiyadan ko'nglingiz qolmasin. Hech bo'lmasa bilib keting, kelib keting deyman. Qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Sotish maqsadimiz yo'q, prosta o'rganib keting. Ko'chadagi noto'g'ri ma'lumotni hech bo'lmasa bu yerga kelib to'g'rilab keting demoqchisiz-da. Bilib ketsam, bu yoqdan so'rasangiz, oxirida tanlovingiz yaxshi bo'ladi-da. Albatta. Bitta joyga borsangiz, boyagi marketingga uchrab olib qo'ysangizda, keyin bo'lmaydigan narsa deyish noto'g'ri. O'zini aybi. Rahmat Sherzod aka. So'zimiz yakunida yashil energetika o'zini oqlayaptimi? Ha, albatta oqlayapti. Bu bizningcha va bugungi podkastda ham xulosa shuni gapirsak bo'ladi. Biz kecha qilgan xatolarimizni tahlil qilib, bugun ancha yutuqlarga erishyapmiz va kelajakka tayyorlanyapmiz. Kelajakka tayyorlanish bosqichida hozir gaplashganimiz energiya saqlash tizimlari, gibrid tizimlar, zero karbon uylar va issiqlik nasoslari bu dunyo bilan hamnafaslikni bizga talab etyapti. Va biz shakllandikmi? Ha, biz shakllandik. Biz o'syapmiz. Bilim darajamiz o'syapti. Shuning uchun men aytaman, siz qahramonsiz. Biz qahramonmiz. Biz 2023-yilda qo'rqmasdan olg'a intildik yashil energetika liniyasida va bizga hech kim o'rgatmadi bu narsani. Biz o'zimiz o'rgandik, kimdandir iltimos qilib o'rgandik. Xato qildik va to'g'riladik va hozirgacha to'g'rilayapmiz. Shuning uchun bu sohada quyosh panel sotayotgan ham, invertor sotayotgan ham, o'rnatayotgan ham, o'rgatayotgan ham va uyiga yoki korxonasiga o'rnatgan ham qahramondir. Biz kelajakni birga quryapmiz. Sog' salomat bo'ling. Vaqt qadrli. Vaqtingizni foydali ishlarga sarflang.